Men dadam sog'lom yurgan paytda 5-10 minutda mazasi bo'lmasdan joni uzilgan. Doktorlar yurak xuruji deyishgan, lekin dadam hech qachon yurak xurujidan, davengadan shikoyat qilgan odam emasdi. Sog'lom odam edi. Oxirgi gapi menga visol, pul baxt bermaydi bolam degan. Sababi men o'sha paytda pulga berilib ketganman. Tovarim kelsa narsa sotardim, obedni ham, kechki ovqatni ham ba'zan o'tkazib yuborardim. O'sha gap meni hayotimda 100% to'g'ri. Kimgadir noto'g'ri bo'lishi mumkin, menga farqi yo'q. Men uchun 100% to'g'ri. Pul baxtning kafolati emas. Chunki hayotingdagi baxtli lahzalar deganda meni ko'z oldimga hech qachon erim menga qimmat narsa olib bergani yoki o'zim nimadir sotib olganim kelmaydi. Erim menga nimadir zo'r narsa olib bersa ham, o'sha 1-2 kun xursand bo'lib yuraman. Lekin milkim shamollaganda oyog'im majburlab anaqa qilib qo'yganini o'ylab 2 yildan beri xursand bo'laman. Charchab kelsa ham qizimga qarab turib siz dam oling deyishi, bolam uxlatib chiqqunimcha idishlarni idish moshinaga yig'ib solib qo'yishini o'zi, mana shunaqa kichkina detallar meni rosa ham xursand qiladi. Qimmat restoranda zo'r ko'ylaklar bilan o'tirgandan ko'ra, pijamada uyimda maza qilib uchalamiz kulishib qaynatilgan guruch yeganimiz men uchun yaxshiroq. Siz ham hayotingizda pul aralashmasdan sizni xursand qiladigan voqealarni yozib keting.